Assalomu alaykum qadrdonlar, omonmisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammalarga xayrli kun. Hozir o'zimizni asakamizni Olaqo'notiga yetib kelganmiz. Farzandlari nomidan onajonisini xursand qilib chiqamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Assalomu alaykum. Hammalar yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Tinchmisizlar? Xola yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Omonmisizlar? Xola tinchmisiz? Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Sog' bo'linglar. Rahmat, Allohga behisob shukr. Vaqtimizga sog' bo'lib chiroyli Ilohim, bo'lib ilohim, yuringlar. ilohim, xola. Martabalar, baland rizqlar Ilohim. ulug' bo'lsin, hamisha chiroyli. Ilohim. Mana shu bizga o'xshagan odamlarni, Ilohim. mehmonlarni xizmatida bo'lib yuringlar, ilohim. Hamisha. Salomatmisiz? Omadingiz zo'rmi? Tug'ilgan kunlaringiz bilan, Rahmat, shukrona rahmat. kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Rahmat, Xudo xolasa rahmat. uzoq umrlar ko'ringlar, hech qachon qarimanglar, kasal ham bo'lmanglar, chunki sizlarni qarishlikka ham, kasal bo'lishlikka ham haqqinglar. Modilamish qilib. Right qo'ymadimi? Biza loyihaning nomi shunaqa, kutilmagan qo'qqisdan bostirib kirib qolamiz-da. Bu farzandlaringiz bizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib kuzatib niyatini joyiga olgan, niyati amalga oshib yetib kelyapman bu xonadonga. Bu O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunni to'rtsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Xola hayotingiz to'rtta shirin bo'lsin degan maqsadda o'zimizni asakamizdagi dadajon shirinliklarni olib kelyapman. Bu qanaqa to'rt xola aytaymi? Dadajondan ayajonga atalgan. Guldiroz qarsa javob bersa, o'liga olib javob beringlar. O'zini olib beringlar. Salomat bo'lsiz bo'ldi, sog' bo'lsiz bo'ldi. Hozir Guldo'konga bordim-da. Guldo'konga borsam gullar rosa ko'p ekan-da, xola. Olib kelgan gulim gullar ichida eng chiroyligi menman deb ajralib turadi ekan, to'xta sen adashyapsan deb. O'zimizni asakamizni Olaqo'notida bir xolam bor edim. Xolamni chiroyini ko'rib o'zingni o'zing hijolat topamasang bo'ldi. Go'zal, chiroyli gullar. Bu gullar sizni chiroyingiz ko'rib o'zingizga hijolat bo'lyapti. Gullarda ochilib yuring, yuzingizdan kulgi arimasin, tabassum arimasin. Hozir bitta niyat qilib qo'yibman, xola. Xudo xolasa 100 ga kirganingizda ham bizni shu xonadoningizda yaqinlar davrasida hech qanaqa hassasiz, qarimagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatda kelinglar bolalarimda kuting. Biz kelaylik, tabriklaylar, shukrlarga yetkazsin. Xudo xolasa umra safarlariga borgan bo'lsangiz, katta hojilarga sertifikatlar qilib berishsa, o'zimiz ism familiyangizgacha o'qib topshirib jo'nataylik. Borib kelganingizda uzun qizil daroshkalarni, oppoq kiyimlarni, chiroyli ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik bizni tabrik asaka jamoasiga nasib qilsa, mana shu kunlarga yetkazsin. Va yana bitta niyatim qo'shyapman. Bitta chiroyli inamarka mashinasiga oldiga onajonimga deb yozib olib kelishni nasib qilsa, o'zimiz o'sha inamarka mashinasini kalitiga chiroyli qizil bandiylarni, chunki mana ona deb chiroyli qo'shiqlarni topshiraylik, shu kunlarga yetkazsin. Xudo xolasa, sizlar ham ichingizlardan niyat qilib ko'rasizlar. Sizlarda ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda bizni Tabrik asaka jamoasilarga ham bundan-da katta podarkalar chiroyli podarkalar bilan sizlarga ham xursand etaylik, shu kunlarga yetkazsin. Xola, o'zi biz 2 yildan beri bu ish faoliyatimizni yurgizamiz-da.
Bizning maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onalarni farzandlari nomidan xursand qilib ko'ngillarini ko'tarish. Qarang xola, hozir siz uchun bitta tug'ma talentim bor, shundan foydalanaman agar yo'q demasangiz. Bizda ana yoshini taxmin qilib to'g'ri topib qo'yishga qobiliyatimiz bor-da. Yoshingizni so'ramadim farzandlaringizni, o'zim taxmin qilib ko'rmoqchiman. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, chiqib Melisaga berib olish yo'qmi? Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, qo'li bo'shlar qarsak chopib ko'rasizlar bemalol. Agar bitta qo'lida telefoniga videoga olayotganlar bo'lsa, bitta qo'lingizda 100 yillarga urib ko'rasizlar. Qarsak hisobida qarab qolaver. Kelishdingmi? Ular aytolmayman. Taxmin qildim, rangin qildim. Menimcha siz bugungi kunlikda 17 yoki 18 yoshga kirasiz. To'g'rimi? Ha? Bekarga ikkita sonni aytmadim. Xudo xolasa Xudoyim shunaqangi 18 yoshda yana 18 tasini bersin. Ha, 16 yosh. Har birida har yilida kelaylik, tabriklaylik, shukrlarga yetkazsin Xudo xolasa. Yengil bo'lib yosharib ketdim, bolajon. Salomat bo'lsangiz bo'ldi xola, yuzingizdan kulgu arimasin. Nechta farzandlar? 4ta. 4ta. Qarang, hozir to'rala farzandingiz nomidan bir dona chiroyli she'rim bor, yo'q demasanglar ijro qilaman. Sizlar uchun Xudo xolasa. Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jonim boringizga shukr deyman boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona boringizga. Qalbimdasiz, doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam hayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona boringizga. Orqilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan noyob zafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan, boringizga shukr ona boringizga. Boringizga shukr ona boringizga. Boringizga shukr qiladigan, boringlarga shukr qiladigan shunday farzandlar, nabiralar, yaqinlar hammasi salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi sizga yana bir dona qo'shig'imiz bor. Bizda bir juft qo'shiq bo'ladi. O'zi aslida ayting desanglar aytamiz. Aytmayman desanglar ham majbur aytamiz. Eshitga majbur bo'lasizlar. Sizlarda bo'lib ketdik, qani? Ha. Oqshomchi bola beshigini ona qalbi bo'linadi dunyolarga. Farishtalar oching jannat eshigini. Otongacha aytgan onalarga. Onalarni ranjitganin bag'rin tiling, tunisiz deb bedor o'tgan qadrin biling. Qadni bukib boyin bukib ta'zim qiling. Otongacha onalarga qo'shkor qilmas onam bolam deb onam jannatim onam g'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr onam kunlar tushdi boshiga, oraladim
ham boshqacha-da, odam mazza qilyapti. Mikrofon shu bo'yda. Salomat bo'lsinglar bo'ldi. Xola bugungi kunda qahramoni sizlar. Bugungi kundagi chiroyli gul, chiroyli tortlar, chiroyli tabrik qo'shiqlar, she'rlar faqat sizlar uchun. Xudo xolasa bugundan boshlab miyalarda qanaqangi g'am tashvishinglar bo'lsa, chekaga shunday chiqarib yorasizlarda, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasanglar, shuni o'zi katta baxt. Ano avazoxo aytgandek yashayversanglar bo'ldi, xudo xolasa. Yelkalardan to ag'darilgandek bo'ldimi hozir? Biz maqsadimizga erishdik. Bolalarim ham tanjonlari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Meni baxtimga sog' bo'lib yursin bolajonlarim. Uzoq umrlarni ko'rsin, qo'shganlar bilan qo'sha qarishib, serfarzand, serdavlat bo'lib, nima niyat qilsa niyat maqsadlariga yetsin Allohim bolalarim. Allohim martabalari baland bo'lib, bundan-da chiroyli ish yo'llarini Alloh o'zi ochib qo'ysin. Allohim tanjonlari sog' bo'lsin, rizqlari ulug', martabalari baland bo'lsin. Allohim yomon ko'zdan, yomon so'zdan o'zi asrasin hamisha bolalarim. Hamma bolajonlarni, jamiki bolalarni Allohim o'zi asrasin. Hammamiz ham sog' bo'laylik, tinch bo'laylik, qatorimizdan o'tmaylik. Tanijoninglar sog' bo'lsin sizlarga ham. Umrlaringlar uzoq bo'lsin. Bu qo'shilib yurgan nimalarda davomiy bo'lsin hamisha. Allohim bizga o'xshagan mehmonlarni chiroyli qilib, tabriklab, chiroyli qilib, ziyorat qilib yurgani hamisha nasib qilsin sizlarga ham. Ovozinglarga ovoz qo'shilsin, tanjoninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Hamisha sog' bo'lib yuringlar, tinch bo'linglar, qatoringlardan xato bo'lmanglar, hammamiz ham sog' bo'laylik. Bolalarim hamisha tanijoni sog', umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat bolajonlarim sizlarga. Meni shu kunlarda mana martabali qilib qo'yibsizlar. Alloh sizlarni martabali qilib qo'ysin, ilohim hamisha. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar, qatoringlardan xato bo'lmanglar. Endi xola shu qo'shiqlar qilamiz, o'ynab berasiz. O'ynaymiz. Ketdik. Ha. Sanka bu qomati rasoyi asajina bizzajina Sanka bu qomati rasoyi asajina bizzajina Sanka bu hatinga aloyi asajina bizzajina Sanka bu hatinga aloyi asajina bizzajina
Hey! Ha! Hey! Maza qildinglarmi? Ha, bo'ldi. Xudo xolasa salomat bo'lsanglar bo'ldi. Xola sog' bo'lsangiz bo'ldi. Xudo xolasa hayotingizda, xonadoningizda faqat shunaqangi xursandchilik kuninglar ko'p bo'lsin, to'y bo'lsin. Bizni Tabrik Asaka jamoasini aytchi albatta esinglardan chiqmasin. Xola xizmatinglardamiz. Tug'ilgan kunni maza qilib yaxshi o'tkazib olasizlar. Salomat bo'linglar. Kelinglar o'tiringlar. Yo'q, yo'q. Yo'q, to'xtang. To'xtang, yo'q, xola to'xtang. Hozir sizga o'xshagan bitta ona kutyapti. Yo'q, xola, yo'q. Yo'q, xola to'yda chaqirdik. Yo'q, xola. Yo'q, bitta ona kutyapti-da, bormasam jalbab qo'yadi xola. Bir qoshiqdan osh yemasam. Yo'q, xola, boshqa to'ylarda chaqirib kelamiz, xola. Yo'q, xola, bunaqa qilmang. Rostdan. Bir qoshiqdan men xafa bo'laman. Mana osh solib qo'ydi. Bo'ldi, xola, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'ldi, bu gitaristimizdan kirsin, bo'ldi. Bo'ldi, xola, bo'ldi, xo'p bo'ladi, Bo'ldi, xola. Kech qolyapti. Bo'ldi, keling, qarang. Bo'ldi, xolamiz sazasi o'lmasin. Biz nimalar to'g'ri o'ylab tushinglar Bo'ldi, dedi. xola, mana shular. Aykangizni qilib. Xola, og'a faqat sirosga ketishimiz kerak. Kelinglar o'tiringlar. Keling, aka, kelinglar o'zinglar. Chiqinglar. Yo'q, aka, keling. Yo'qolishlar to'g'rilab oling. Fazimasi? Yigitlar, kelinglar.